Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tomir urishi, ya'ni pulsni qayerlardan aniqlash mumkin ekanligi haqida gaplashib o'tamiz. Pulsni turli xil joylardan aniqlashimiz mumkin. Dastavval puls o'zi nima degan savol tug'ilsa, puls bu yurakning har bir urishida bizda hosil bo'ladigan tebranishdir. Va aynan shu tebranish orqali biz yuragimiz qanday urayotganligi, daqiqasiga nechta urayotganligini aniqlashimiz mumkin. Eng asosiy joylardan bittasi bu bilak arteriyasi hisoblanadi va aynan bilak arteriyasini ushlagan holatimizda yuragimiz qanday urayotganligini bemalol tekshira olishimiz mumkin. Ko'pincha bilak arteriyasini o'lchashda ko'rsatkich barmoq va o'rtancha barmoqdan foydalanamiz. Bundan tashqari bizdagi boshqa joylar ham mavjud, ya'ni ular uyqu arteriyasi, yelka arteriyasi, son arteriyasi, tizza osti, orqa katta boldir va oyoq panjasi orqa arteriyasidan ham yurak urishini tekshirishimiz mumkin. Biz asosan yurak urishini tekshirishda ko'rsatkich va o'rta barmoqdan foydalanamiz. Sababi bizning bosh barmog'imizda ham yurak urishi seziladi. Shuning uchun bu barmoq bilan ushlaganimizda nuqtalarni aniq, o'sha yurak urish sonini aniq bilishda qiynalamiz. Shuning uchun ko'rsatkich va o'rta barmoqdan foydalanamiz. Bizga bu nima uchun kerak? Bizga bu o'sha yuragimizning qay holatda urayotgani, sekin yoki tez yokida notekis harakatini bilishda aynan shu nuqtalarni ushlash orqali aniqlaymiz. Agar bizda biror xil muammo yuzaga kelayotgan bo'lsa, yuragimiz sekin yokida juda tez urayotgan bo'lsa, albatta shifokor bilan maslahatlashishimiz lozim. Hech qachon o'zingizdagi o'sha yurak urishlariga, ya'ni pulsingizga e'tiborsiz bo'lmang. Odatda normada insonlarda yurak urishi 60 tadan 100 tagacha bo'ladi va shunga ham e'tiborli bo'lgan holatda doimo men aytgan qoidalarga amal qilib o'zingizni pulsingizni aniqlab yuring.